hijobni yechish degan narsa moda bo'lib ketdi. Mana shu narsa juda og'riqli men uchun. Ya'ni hijob o'ramasin demaymiz, hijob o'rasin chunki hijob farz. O'ramay yuradigan bo'lsa Alloh taolo gunohini kechirsin. Bu xuddi yana bir misol, aroq ichayotgan odam aroq ichib yuraveradigan bo'lsa, bir kun tashaymanda deb yursa, gunohkor. Lekin aroq bekor aytibsan, bu harom emas desa, u kofir bo'ladi. Yomon. Ya'ni shunaqa shartlari bor-da uni. Ichib yursa, ichib yuraver degan emas u. To'xtatsin uni. Lekin bir kun tasharman, shunaqa yomon gunohkor bo'lib ketdim, fosiq bo'lib ketdim-da bir kun tashayman, bilaman yomon deganini desa, Alloh taolo o'shanga qanaqadir bir kechirib turar ekanda, u gunohini ya'ni qilaver degani emas u. Lekin Alloh taolodan umid qilsa bo'ladi kechirish. Kechib yubordi emas, ayab turadi. Ayab turadi, kechirib yuborishiga umid qilinadi. Lekin bekor aytibsan, yozilaveradi Qur'onda ham, unaqa emas bu desa, u dindan chiqib qolish xavfi bor, dindan chiqadi ham. Shunga o'xshagan bu hijob amal xuddi haligi hijob farz-ku. Xuddi Ramazon farzini tutganga o'xshash. Boshlab qo'ydingiz. Agar uni hijobni yechadigan bo'lsangiz, hijob yechish deganda juda ham katta sabab bo'lmaydigan bo'lsa. Katta sabab nima desa, badanga umuman mato tegishi mumkin emas o'shanga, yuziga. Masalan, deydigan bo'lsa uyda o'tirsin u. Lekin agar u o'sha narsani yechadigan bo'lsa, kirib turib yechadigan bo'lsa, Alloh taoloning qahri keladi.